Selam dostlar, biz bugün Saf Muzika proyektinin icadi laboratoriyasına geldik. Onda kimler var iken, eydegiz qarayıq. O, mında işnin kızğan şağı iken. Selam dostlar. Selam. Siz ormadınız mı öyle? Yok. Siz nindi yer başkarasız? Biz ilk atalgan yer. Nerse turundasın ol? Biz turunda indik. Что происходит? Selam yigitler. Selam. Siz qaydan? Biz Kazan Balalar Filarmoniyasından. İsimleriniz nişik? Benim ismim İlyas. Benim ismim Kiril. Bulat. Siz nindi yer jırlıysız? Biz Saf Muzika proyektinde Enise degen jırın jırlıyız. Mena jırlap ko'rsatasiz mi? Evet. Tıpırı tıpırı bir gittim Meridenler girek. Tıpırı tıpırı bir gittim Meridenler girek. Meridenler üstüne ve boğazlar girek. Meridenler üstüne ve boğazlar girek. Saf Muzika проектында biz qatnashırğa bek şadбыз, chunki bu bek o'zinchalikli proyekt. Eng muhimi bunda tiri tovushqa jırlау, tiri instrumentlar bilan qo'shilib chiqish yasau ham endi bu bolalar uchun zo'r dars deb aytam. Kelajakda Alloh bersa bu proyekt ularga zo'r etargich bo'lar deb ishonib qolam. Bugün seshanba kuni biz repetitoriyaga, ijodiy laboratoriyalarga jiyildik. Bugün bunda bolalar qatnashadi bizning. Biz Saf Muzika proyektining 2 sezon formatini davom etamiz. Ijodiy laboratoriya narsadan iborat. Biz bolalarni ikkinchi bir muhitga, ikkinchi bir yo'nalishga chaqiramiz. U da bo'lsa estrada yo'nalishi, ham jonli muzika yo'nalishi. Bolalar bilan birlikda tanilgan professional muzikantlar, Yami Music Band turkumi ijod etgan tanilgan professional aranjirovщик Yura Fedorov bolalar bilan birlikda yangi aranjirovkalar ishlaylar ham tanilgan retro jillarga, hitlarga yangi so'lish beralar. Sizga bolalar bilan ishlaw nishik? Балалар белән эшләү бик кызык, алар бик тиз үтеп ала, бик талантлы, матур, җырлыйлар. Hazır indi kishki 8, mında ish bora da bora. Bugunga shular, kelasi uchrashuvlarga qadar.